Ota-ona nasihat qilsa malollanib bo'lmaydi. Ota-ona nasihat qilsa quloq solish kerak. Ota-onangiz sizdan ilmsiz bo'lsa ham. Hozir diniy nuqtai nazardan ilmli yoshlar ko'payib ketdi. Qori bo'lyapti, hofiz bo'lyapti, ahli ilm bo'lyapti, ulamo bo'lyapti. Lekin ota-omi hech narsa o'qimagan. Ammo shu bolasini o'qitdi. Shu bolasiga ilm berdi. Endi uyda o'tirib otani o'rniga nasihat go'y bo'lib olmang. Kim bo'lsizlar? Mana bir ustozim bo'lardilar, Alloh rahmat qilsin. Butun umr o'zlari vodiydan boshqa yurtda xizmat qilgan, diniy xizmatda. Men nega bunday desam, otam tirik edilar. Otam bor joyda biror bir marosimda otamdan yuqoriga o'tirib qolishlikdan va otamdan oldin gapirib qo'yishlikdan, otamdan oldin duo qilib qo'yishlikdan hayo qilib men u yurtimda yashamadim dedi. Tez-tez borib otamni xabar olaman, otamni xizmatini qilaman va bu joyda ishlayman kelib. Boshqa masjidda, yurtimda emas deyardilar. Ba'zan shuni ham guvohi bo'lib qolyapmiz. Savollarda shunaqa deyapti-da. Otam namoz o'qimaydi. Otam johil. Otam undoq, otam bundoq. Siz namoz o'qiyapsizmi? Siz ibodat qilyapsizmi? Otangizni haqqiga duo qiling. Kim bo'lishdan qat'iy nazar siz farzandsiz. Allohdan so'rang, hidoyat Allohdan. Siz hidoyat qiluvchi emassiz. So'rang Allohdan, yolvoring, yig'ling. Shunday xizmatlarni qilingki, otangiz bolam namozxon bo'lgandan keyin menga shunaqa mehribon bo'lib qoldi deb namozni yaxshi ko'rsin. Namozxon bo'lgandan keyin menga qo'pol muomala qiladigan bo'lib qoldi demasin, aksi bo'lsin. O'zgaring. Ularga shunaqa go'zal muomala qiling.